Assalomu alaykum Odil aka, tinchmisiz? Butun O'zbekistonga alangali salom Odil aka. Mana Daniya Galshen Frizda mana bolalari oldi tug'yapti уже. Bular tuqqan bilan sotilmaydi. Mana bu bo'g'ozlardan 20 ta ketyapti Toshkentga. Men firmamga xudo xolasa o'sha Qibray Chinobodga tushadi, Gramozorga. 3-yil kuni shu yerda bo'ladi. Bugun 2-yilmi? Qani telefon yangi bergan? 2-iyul 2-iyul soat 21:04 ortamiz. Mana bugungi chislo. Xudo xolasa ertaga Toshkentda bo'ladi. 5 oylikdan 8 oyligacha bo'g'oz. Birinchi qoringa tug'adi. 15 tasi. Odil aka. 15 tasi shunaqa. Bular birinchi qoringa mana shular hammasi. Qarang, tozami tozamas. O'zi-o'zidan yugurib oladi. Bo'g'ozlar. Joyesga 8 kilo, 850 kilolik mollar aka. Toza qoldi mana mashinani qo'yapti. Hozir mashinaga ortamiz. Ikkita 10 metrlikka ortamiz. Uni tuqqan ekan mana ichkaridagi 30 sut berayotgan ekan. Birinchi qoringa chirikni shoxi Odil aka. U ham ketadi bular bilan. U birinchi qoringa tuqqan. Shunda 16 tasi birinchi qoringa, buni bittasi tuqqan. Hozir menda bittasi tuqqani ketadi. Qolgani 4 tasi ikkinchi qoringa tuqqan. Bittadan tuqqan, ikkinchi qoringa 4 tasi. Odil aka. Xudo xolasa mollarimiz ertaga soat 8 ga Toshkentga yetib boradi inshaalloh. 93-4-3-5 telefon qilaveradi, xudo xolasa. Toza qoldik. O'sha sut kechdirgan o fermani brak-srakidan sotayotgani yo'q. Sulyosini boshlabdan, ya anaqasini. O'shani ozgina narigi tomoniga mana qurilish qilyapti, mana ko'ringiz tepaga. Ozgina qurilishi bor ekan, o'shanga sotilayotgan mollar, atak sotiladigan mollar emas ekan. O'zlariga ham shu 4000 yevrodan kelgan ekan mollar. Endi biz ham yaxshi pulga oldik. Xudo xolasa men 4,5 dollardan bo'lsa O'zbekiston molga yetkazib beraman mollarni. 4,5 dollardan bo'lsa. Chunki o'zi ham pashti shunaqa bo'ldi. 4300 ga borib qoldi. Yoz yo'l kiralari bilan 4350 dollarga boradi. Borishi bilan Toshkentga Osin mana mollarni xudo xolasa tuxsa 65-70 millionlik mol sotyapti-yu, xuddi shunaqa mollar. Hammasi qoni toza, 16 tasi birinchi qoringa. Bular endi tug'adi hali 5 oylikdan 8 oyligacha. 16 tasi birinchi qoringa, uni bittasi tuqqani ichkaridagi. Endi ichkariga olmadim. Bolalar ishlayotgan ekan. 4 tasi ikkinchi qoringa Odil aka. 4 tasi ikkinchi qoringa. Xudo xolasa mollar zo'r. Mollarni qarang, asalligini. Maşallah. Galshen Friz aka bular. O'sha sut kechlaydigan ona. Mana ham Galshen Friz semital emas. Lekin badallarini ham qarang. Bu semital deydi. Kattaligini qarang, mol 1 tonnaga yaqin mollar. Mollar zo'r aka. Xudo xolasa baraka topadigan. Inshaalloh bitta joyda olgan odam o'sha yosh anaqa olgan odam maza qiladi. Chunki mana hozir samolyotda ham olib kelyapti. Kecha ham men surishtirdim. O'sha 4000 yevro, 56 milliondan kirib kelayotgan ekan. Bular bunaqa kelmaydi. Bular 4 oylikdan 6 oyligacha bo'g'oz olib kelyapti. Bunaqa sasyanada bo'lmaydi. Bular 3 oy oldin kelgan. O'zbekistonga o'shancha bular уже badaniga VC kelib olgan mollar. Cho'tki bo'lib VC kelib olgan zo'r mollar mana buzoqchalari. Odil aka. Tug'ilayotgan bulardan buzoqchalar mana shular 20 kunlik, 25 kunlik buzoqchalar qarang. Sifat. Mana bu ham semental emas, bu ham o'sha qizlar olasi tuqqan. Mana shuni onasi, unisi boyaga ichkaridagi bor, mana shuni. Mana. Maşallah.
Qarang. Sifat bizga sotib qizloqlar. Ha? 93 4 3 5 telefon qo'yadi, xudo xolasa. Yana qolganini ertaga-ertalab o'zingiz bilan chiroyli video qilamiz hozir aka. Alloh barakasini bersin. Hammaga shunaqasiga nasib qilsin aka.